Assalomu alaykum meni kuzatuvchilarim. Sizlarni bugun yangi kun bilan, shanba kuni bilan tabriklayman hammalaringizni. Ertalabki zavtrak tuxum. Boshqa hech nima ketmayapti. Tuxumdan boshqa. Bismillah. O'zimga sos tayyorladim. Yeyish uchun. Nima desam? Bunaqa meni kuzatishda davom etinglar. Men yangi qo'limdan kelgancha nimalardir qo'yishga harakat qilaman. Hozir Qirg'izistondaman. Ertaga Qirg'izistonga aylangan chiqqanimda Qirg'iziston qanchalar chiroyli o'zgarganini ko'rasizlar. Bu yerda Sulaymon Ota tog'i bor. O'sha yerda Bobur o'z ayoli uchun tog'ni uchidan maydagina ucha qurdirgan. Shularni ko'rsataman. Meni kuzatishda davom etinglar. Nasib qilsa hali bundanda yaxshi videolar qo'yaman. Endi qo'limdan kelgani shu bo'lyapti hozircha. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.